akalar, mana drabilka men bilan teng ko'rinyaptimi montaj qilinganda? Aka bu kompyuter grafikasi emas bu. Bu hozir rost ekanmi bu? Haqiqiy drabilka xolasini ushlab ko'ring. O'z kompyuter dedingiz-ku? Kompyuter emasmi? Kompyuter emas, quchoqlab ko'rsangiz ham bo'ladi. Akalar, mana bu haligi sviner uchun katta kalachlar qo'yib qo'yardi, katta tapchkalar qo'yib qo'yardi, odam kiymaydigan. Endi katta drabilka yasab qo'yibdi-da. Nima qilasiz buni? Aka bu Rossiyaga, Novosibirskga 5000 ta mol boqadigan akamizga yasab berdi. Zakasnoy beton quydirdik-a. O'ta kattalik shunga mana aka. Ko'rsatib bermasam, o'zim tushib yuboraymi aka? Chiqib ham ko'raveramizmi endi bunga? Voy, ana akalar. Akalar, kompyuter grafikasi emas, hazillashdik. Bu haqiqatan chorvador akalarimizga minglab, 5000lab, 10000lab mol boqayotgan akalarimizga endi mana bu 3 million, 3,5 millionlik drabilkamiz kichkinalik qiladi. Vaqt ko'p ketadi. Ha, bu bir yamlashda hozir 3 ta pressda ham teng sug'orsa bo'laversa kerak. Bunga umuman yamlamasdan yutadi. 1 minutda 10 la press chiqaryapti bizda. 1 minutda. 1 minutda 10 ta press chiqadi. Bitta tezagi bo'shlar ko'rmasin. Akalar, ikkinchisi. Qaranglar. Oxirgi so'p ketdi. Mana chak. Sodirjon. Ey! Yerdagi samolyot bo'lsa, hadek. Osmondagisi mana. Samolyot ham zakas ekan-da. Zakasnoy aka. Yerda samolyot. Mana kiygan. Aynı kareler endi akalar. Ketdi mana. Ya mana Qo'qondan Andijon tomonga akalar sabadasi yetaveradi. Mana. Qildimi deganiga isbot. Boshdan joyini yuragidan emas, boshidan olib beradi. Mana akalar, mana. Mana endi mana kepak. Haligi og'irroq chiqqan joylari. Voy mashalloh. Buni ham tagun ekan, qarang. Mana aka endi haqiqiy o'rnini borki, mana oq turibdi, ana toza un mana. Mana. Zo'g'ri un mash bo'ladi, to'g'rimi? Aka mollar tushib ketaveradi. Qo'l umuman yetib olmaydigan, to'g'ri? Umuman bezopasniy aka. Mana akalar. 5 ta pressda aka. Xo'p. Qanchada chiqaradi? Obunachilarimiz bitta bilib qo'yishaveradi. Eng mayin usulda Mo'ashga tezga turibdimi hozir bu? Aka albatta. Hammasini chiqarib yuboramiz. Albatta aka. Urush qurbonsiz bo'lmaydi dedi-yu. 5 ta qurbon bo'ladi endi mana bugun. Bu ukalarim 1.70. Xo'p. Usini 1.70. Motorimiz 2 kilovat. Reduktorimiz yangi. Bitta aralashtirib ko'rsatib beraman aka. Qana yem tayyorlanadi, ishlash jarayonini ko'rganimizda yaxshi bo'lardi degan akalarimiz, videoda shoshilmanglar. Akalar mana. Xalqning xizmatidamiz aka. Xudo xolasa. Mana. To'ldiramizmi? To'ldiraylik aka, to'ldiraylik. Hali aylantirmasdan burun to'ldirib olib turib aylantiraylik, qani quvvati yetami? Hadi avtomati bilan voltmetr ham bo'ladi aka. Ha. Bu hozir srochli video. 220 da ishlaydimi degan odamlar uchun aka, ukalarimiz uchun mana. Primo mana qo'lis qilyapti. Boshladi. Ketdi. Akalar o'tayotdi ham ko'rsatib qo'y mana 210 da ishlayapti. 220 da emas, 210 da ishlayapti. Ketdi akalar mana. Mana aka. Qo'limni olib mana qilib to'sib turmayman aka. Yo agarda nima bo'lsa, aqa-baqa surishim. Ha. Endi biz hali baravar qilib yubordik-da. O'zi aslida kitobda oz-oz solib, aralashtirib turib ishlatish kerak o'zi aslida aka. To'g'ri. Sababi buni obyomi kichayadi endi mana. Mana ozgina quyildi, yarim paqa. Bo'lsam aka, hali aka 10 minut aralashtirib bo'ladi o'zi aslida. 5 minut ham 5 minutda. 5 minut aralashtiradi. Mana. Endi bitta ochib ko'rsatib bersak. Bismillahirrohmanirrohim. Mana akalar. Ichiga chiqqan mahsulotni o'sha hamma tomonga aylantirib teng aralashtirib beradi. Buni sinalgan, keyin sotuvga chiqqan mahsulot. Aytib o'tganimizdek, agar qizil bo'lsa, akalar kelib test qilib, keyin ustida olishinglar ham mumkin. To'g'rimi? Yo'q, agarda shundan bo'lsa ham jo'natib yuborib, dastavka qilib deydigan bo'lsa aka, yetkazib beraveramiz. Akalar, buni narxi nech pulida?
$300 dastavkasidan tashqari lekin. Dastavkadan tashqari. Aksiyalarimiz ketdi oldingi videolarimizda. Aksiyalarimiz ketgan aka. Gap yo'q akalar. Qiziq bo'lsa, mol tarozimiz $550 edi. Bu $300. $300 dastavka kelishilgan holda. Albatta aka. Joyi kelib qolsa balki yetib qoladi. To'g'rimi? Gap yo'q. Assalomu alaykum. Kompyuter grafikasiga qiziqadigan akalar, mana Drabilka men bilan teng ko'rinyaptimi montaj qilinganda? Aka bu kompyuter grafikasi emas bu. Biz hozir rost ekanmi bu? Haqiqiy Drabilka xolisini ushlab ko'ring. O'zingiz kompyuter dedingiz-ku? Kompyuter emasmi? Kompyuter emas, quchoqlab ko'rsangiz ham bo'ladi. Akalar, mana bu haligi sviner uchun katta kalachilar qo'yib qo'yardi, katta tapchkalar qo'yib qo'yardi, odam kiymaydigan. Endi katta Drabilka yasab qo'yibdi-da. Nima qilasiz buni? Aka bu Rossiyaga, Novosibirskga 5000 ta mol boqadigan akamizga yasab berdik buni. Bilsiz, katta-kattalik somonlar bo'ladi Rossiyada. Yumaloq Yumaloq. prislar. Xuddi o'sha uchun ishlab chiqarganmiz buni, gigant. Gigant. Ma'mun deb qo'yamiz o'zimiz. Buni ustiga chiqib solamizmi endi? Aka, buni o'zi yama qildi u odam. Yamani tepasidan chiqarib, yamaga bag'dan soladi. Bu yamaga joylanyapti. Zakasnoy beton quydirilgan. Zakasnoy, ha, shunga mana aka. Ko'rsatib bermasam, o'zim tushib yuboraymi aka? Chiqib ham ko'raveramizmi endi bunga? Voy, ana akalar. Akalar, kompyuter grafikasi emas, hazillashdik. Bu haqiqatdan chorvador akalarimizga minglab, 5 minglab, 10 minglab mol boqayotgan akalarimizga endi mana u 3 million, 3,5 millionlik Drabilkamiz kichkinalik qiladi. Vaqt ko'p ketadi. Ha, bu bir yamlashda hozir 3 ta pressda ham teng sug'orsa bo'laversa kerak. Bunga umuman yamlamasdan yutadi. 1 minutda 10 la press chiqaryapti bizda. 1 minutda. 1 minutda 10 ta press chiqaryapti. Bitta test qilaylikmi? Aka, buni test qilishimiz emas, ichini bitta ko'rsatamiz aka, o'zlari his qilib qo'yishaveradi. Akalarimiz aka. Operator kelingchi, kamerani olib kelingchi. Bo'ylari yetarmikan? Men o'zim olaman endi, o'zim olaman. Mana akalar, mana bu ichi bo'ladi. Voy, mashalloh. Shunday tushib ketaymi? Mana qaranglar. Akalar, bu kompyuter grafikasi emas, aytib o'tganimizdek, mana bu Mahaviyning yangilangan versiyasimi endi bu? Aka, bu faqat usulni Novosibirsk oblast uchun, Rossiya oblasti uchun addi shu yasalgan bu. Bemalol 5000 ga molgacha eplaydigan gigant Drabilkamiz bu. Nechta tig'i bor hozir buni? Bunda 48 ta tig'i bor. Malatka o'yiga keladigan bo'lsak, 4 tadan 8 ta malatka o'yi bor, 1.2 sm aka. 4 tadan 8 ta malatka o'yi bor. Bor aka. Mana akalar ko'rib turibsizlar. Hozir 1 daqiqada bu 10 lab pressda chiqarib yuborishini test qilib turib, keyin buni misol bo'ya oldi, sotuvga tayyorlandi. To'g'rimi? Motoriga keladigan bo'lsa aka, Xo'p. motori 22 kilovat 3000 savatskoy motor bilan jihozlangan. 22 kilovat 3000 оборот. 22 kilovat 3000 оборот. Voy, mashalloh. 22 kilovat 3000 оборот. Hozir agar bitta yoqadigan bo'lsangiz, o'zingiz aytyapsiz, mana 30 ga 30 joyim bo'lsa, qo'shnilar chiqadi yurib deyapsiz. Qo'shnilar ham chiqadi, narigi mahalladagilar ham chiqadi aka. Changiga bu shamol olib ketdi deb, shamol olib ketdi deb. Endi Drabilkamizni tanishtirdik. Endi maqsadga o'tsak aka. Hop. Bu minglab, 1,5 minglab mol boqadigan, qo'y boqadigan aka-ukalarimiz uchun qo'l quruq tanlamaydigan 15 kilovat 3000 motor bilan jihozlangan, ichidagi hampasiga 200 kilo, 150 kilogacha sig'adigan Drabilkamiz bitta ishlatib ko'rsatib beraman aka. Mana unda bitta aybini topib ketmasin, mana shu narxini aytib ketmadi demasin. Qayergacha yetkazib beradigan bo'ldingiz? Hech bir yetib boryapti. Aka, dunyo bo'yicha-da O'zbekiston desam, yo Qozog'iston, Qirg'iziston desam bo'lmayapti aka. Dunyo bo'yicha yetkazib berishi bilan aka, yo'q. 20 million so'mga yetkazib beraveramiz aka. 20 millionga dunyo bo'yicha. Dunyo bo'yicha aka. Novosibirmi, Rossiyami, Moskvami, Qozog'istonmi, hamma joyga yetkazib beramiz. Lekin O'zbekistonga chegirmasi bor. Kattagina. Aka, yo'q. O'zbekiston bo'yicha yetkazib berishimizdan tashqari o'zi 16 million so'm qilib beramiz chegirma narxda. Chegirma narxida. Albatta. Akalar, O'zbekiston hududiga 16 million, dunyo bo'yicha 20 million. 20 million so'm. Ketdi akalar. Xitoy ham bizdan sotib olsin endi. Albatta aka. Gap yo'q. Xo'p, endi Drabilkalarimizga qaytamiz. Bular ham 380 voltda, lekin mashina ukalari desak bo'laveradi. Albatta aka, 15 kilovat 3000 motor bilan jihozlangan. Mis motor aka. Hammasi mis motori o'ralgan motorlar. Misga o'ralgan. Hozir aka men qarang. Qopdagini bitta cho'kib bersam aka. Hop. Qopda faqat aka 40 kilocha. Mana 40 kilo emas bu. Katta qop bu. To'g'ri. Bunda 55 kilo, 60 kilo sig'adi. Mashinaga 55 kilo bemalol. Ko'rsatamiz, qarang. Ketdi akalar, 3 kishi mana to'kilar.
Bu hampani qaranglar akalar kattadan. O zashnilar qo'yilgan, orqasi ko'tarilib, oldi ko'tarilib ketmaydimi deganlarga orqada zashnilari bor ekan. Qo'lingizga. To'kinglar bolalar. Mana aka, hali savol bu holatda bitta qop bilan to'lib qoladimi, to'lmaydimi deganlar uchun mana aka. Ichida ham bor edi, mana ichida ham bor edi. Ichida ham 20 kiloga yaqin bor edi mana aytdi, mana. Shu mana 3dan 1ga, 3dan 1ga emas, ya'ni yarmiga ham to'ldi deylik mana. Bu miya surobga ekanda katta. Mana aka. Yana akalar. Eng qizig'ini aytaymi aka, qipig'li, drabili, mana qipig'likni chiqaramiz aka. Eng hali musori deymiz-da, to'g'rimi? Hali tozalanmagan. Chunki bunga drabilkadan chiqargan uvol aka. O'shaning uchun qipig'li bunaqa nimalardan chiqaramiz. Qipig'li bug'doy demoqchiman. Buni ichida hali toshlar ham ketadi kerak bo'lsa, to'g'rimi? Tosh tozalanmaganda bu. Mana gap isboti bilan. Gap isbot bilan chiqdimi tosh? Mana tosh. Mana akalar. Buni ko'rmadi. Ko'rmadi deb ko'ramiz. Ko'rmadi. Aka, bo'lmasam bitta boshladik bo'lmasam. Ketdik akalar. Bugun mana 380 voltlar haqida gaplashamiz. Faqat hali 220 ni gapirishyapsan, katta fermalar qurib qolyapmiz deganlarga 380 lar. Ferma bob akalarimiz uchun, vaqtni qadriga yetadigan akalarimiz uchun. Gap yo'q. Bismillah. Aka qarang, daqiqalariga ham qarab qo'yishaveradi. Eng asosiysi sifatiga. 1,5 tonna soatiga chiqaradi. To'ki yaxshi bo'ladi. 1 soatda 1,5 tonna. 1,5 tonna bemalol. Ola ishlaganda. Yurgizishni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Rivojini bersin. Alloh. Mana gigan. Aynı kareler akalar. Ketdi mana. Ya mana qo'qonni Andijon tomonga akalar tabalasi yetaveradi. Un. Yengil qo'lda chiqirib akalar. Videoda oxirigacha ko'ringlar akalar. Bu chiqqan mahsulotlardan oxirida yana yem mishalkamiz bor. Yem tayyorlab ko'rsatib ham beramiz. Qor bo'lyapti, qor yog'yapti. Maşallah. E'tibor beringlar akalar. Lekin mana tepaga uchirmasdan pastga bosyapti. Bunga joy kvotalar o'zinglar, ya qop kiydirib katta qop. Mana bunaqa qilib u isrof bo'lmaydi. Mana aka. Eng mayus ketkilar chiqyapti bu. Aka, stop keling. Mana. Odamni tagi. Ketdi akalar. Nima deyapti endi bu? Aka ichida-da. Akam demasizmi? Akam bormi? Bormi orada qo'ying. Akalar bir qopni mana chiqarib oldi. Bir qop aka, ichida ham bor edi. Siz videoda ko'rishgan bo'lsa,
1,5 qop deb hisoblaysan, ha? 70 kilo hisoblaysan. Necha minutda chiqardi? Ha. Endi eng qizig'idan ko'rsataylik aka. Aha. Unqillama degan savollar uchun ko'rsatmasak bo'lmaydi. Gap yo'q, gap isboti bilan. Mana akalar, maydan ketyapman, mana. Undan tepalamay deb ustiga o'tmayapman akalar, bo'lib ketdi mana mana shu yerda. Sizlarga test qilish kerak. To'g'ri bu narsani. Hali u olib kommentariyada yozasizlar. Mana. Qildimi deganiga isboti. Boshdan joyidan yuragidan emas, boshidan olib beradi. Mana akalar, mana. Mana endi mana kepak. Haligi og'irroq chiqqan joylari. Voy mashalloh. Buni ham tagun ekan, qarang. Mana aka endi haqiqiy unni borki, mana oq turibdi, ana toza un mana. Mana. Zo'g'ri un mash bo'ladi, to'g'rimi? Aka mollar bor. Semara boradi-da. Nima uchun bu durabilka kerak degan savolga aka. Bu durabilkani olganingizdan keyin ekonomda aka. O'zi aytganingizdek, vaqt qadriga yetadigan, vaqt ertaga puliga ham sotib bo'lmaydi deb tushunishdi. Hali biladigan akalarimizga xudo xolasa ham ish kuch tomondan akalar. Ham haligi 1 soat vaqtingiz ketadi, 10 kunlik, 15 kunlik tayyorlanadigan yemingizni tayyor qilib olasiz, to'g'rimi? 1 soatda. 100%. Kam rasxod, ko'p daromad degani mash. Eng mayin setkada bo'ldi akalar, buni ham aka yo'q. Bu 2 li setkamiz. Ha? Agar zakaz qiladigan bo'lsa 1,5 setkadan ham qilib beraman aka. O'zi mana u yetsa kerak. Uyga top ketar unda. Yo'q uka, ashundan qilib ber deganlar uchun qilib beraman aka. Qilib berasiz. Endi qizig'ini aytmasam bo'lmaydi aka. Hop. Bu drabilkamiz bitta shunaqa hambali, bitta ikkinchi hambasi bunaqa. Somon pressga. Ha, ikki o'zi bitta narsa. Ikkovi bitta narsa. Hop. Bu bitta hampasi bilan ketadi, ikkita hampa bilan ketadi. Bu donniki, bu somon pressga aka. Endi video davomida va salafanni yig'ishtirib turib, buni chiqarib ko'rsataman. Somonga tayyorlab olamiz. Somonga tayyorlab olamiz. Gap yo'q akalar. Bu universal drabilkamizni ko'rdinglar. O'ta go'zal bo'ldi. Aka, buni yonboshiga o'tib, bitta bunkerlarni ko'rsatib qo'ysangiz. Ha, bu hozir akalar aytib o'tganimizdek, ikkita bunker bilan ketadi. Bu qanaqa bunker deganlarga bir voq butun somonda butun somon akalar shuni olib kirib ichkariga tushib ketaveradi. Qo'l umuman yetib olmaydigan o'g'riga. Umuman bezopasniy aka. Mana akalar. 5 ta pressda aka. Hop. Qanchada chiqaradi? Obunachilarimiz bitta bilib qo'yishaveradi. Eng mayin usulda qo'l. Mo'ashga tezga turibdi hozir bu. Aka albatta. Hammasini chiqarib Albatta aka. Urush qurbonsiz bo'lmaydi dedi-yu. 5 ta qurbon bo'ladi endi mana bugun. Bu ukalarim menga yordam berib turishadi. Hop. Siz aka yo'paroqdan olasiz. Siz changimasligingiz uchun. Gap yo'q akalar. Akalar sekundamer qo'yinglar, 5 ta press, tepada bitta, orqasi 4 ta yechilmagan press turibdi, yechiladi, tashlaydi, holinglar sekundamer qo'yinglar, holinglar shunchaki ishlaninglar. Ketdi. Bismillah. Aka yurgizishni boshlagandan keyin sekundamerga qo'yishasiz. Solishni boshlaganimda. Uji og'izdan narsa chiqishni boshlaganda deylik, mana. Xuddi shu. To'g'rimi? Ketdi akalar. Yurgizing, bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Abarot oladi birinchi. Yuragi bo'shlar ko'rmasin. Akalar ikkinchisi. O, qaranglar. Orga sop ketdi. Mana chak. Sodirjon. Ey! Yerdagi samolyot bo'lsa, hardek. Osmondagisi mana. Samolyot ham zakas ekanda. Zakasni aka. Yerda samolyot o'tib ketdi lekin, haqiqatda samolyot o'tib ketdi. Aka endi ta buni mayligini ko'rsatmasak bo'lmaydi. Eng katta setkasini qo'yib olib chiqaryapsan degan odamlar uchun aka. Hop. Mana shu eng baqanadan olaylik mana. Voy mashalloh. Mana akalar, setka mana. Men makinadan ajratib olaman mana akalar. Qo'limga e'tibor beringlar. 2 sm, 3 sm nari borsa 5 sm dan qilib maydalagan. Nari borsa. To'g'rimi? Albatta aka. Samolyot o'tib ketdi rostdan. Hozir 1 minutga bormadi menimcha adashmasam. 1 minutga bormaydi aka. 5 tada. Bormaydi. Bunga hali ham qarang, Tokirjon. Mana hali ham changyapti-yu. Agar nargini qilganimizda haqiqatda qo'shnilar chiqardi. Albatta aka. Aniq chiqardi, qo'shnilar chiqardi. Aka yana bitta narsa aytib qo'yay. Orqamiz ferma. Aha. Uni ishlatadigan bo'lsak, narigi mahalladagi battagilar va qo'shnilar va narigi mahalladagilar ham chiqadi. Lekin bitta qo'shnilarimiz yo'q aka. Hech kimga ozor berayotganimiz yo'q. Bu yog'i ham bor-deng. Bu yog'i ham bor. Anjachasiga bo'lib ketdi-yu. Anjachasiga. Gap yo'q.
Xo'p. Shokirjon, nariginimiz ham bu bilan bir xil ekan. Bu 380 voltlar haqida gaplashdik. Endi buni shuncha mahsulot hozir bitta aralashtirib ham ko'rsatib beraylik. Ko'rsatib beramiz. Ha? Qizig'i joyini aytmasdan ketyapsizmi Xudinjon aka? Ha. Pul haqida so'ramayapsiz aka. Pullimi bu? Sotamizmi buni? Buni aka bitta chegirma qilsak aka, nima deysiz? Mayli, anchadan beri 380 ni syomka qilmayotgandik. Narxlari o'zimni ham esimdan chiqib ketdi. To'g'risini aytaveraman. Bu gigant hayolim ketib qoldi, to'g'risi. Niyat qilaman, men ham misol 5000 ta chorva vaqi, bundan kattasini menga sotib, men reklama qiliraman, xudo xolasa. Aka bitta ish qilamiz. O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bilan 14,5 million so'm ikkita hampasi bilan aka. Ketdi. Shit plus. Shit. Borib o'rnatib berib kelasiz. kelasiz. Borib o'rnatib berib kelasiz. Albatta. To'g'rimi? Ishlatib ko'rsatib, bu oddiy narsa emas. Akalar uylarga boradi, shitini ham o'rnatadi, plus ikkita hampa, drabilka. Shetida noto'g'ri ketmasin. Bitta elektrik chaqirib qo'yishadi. Shiti bizdan bo'ladi. Yo'q, ishlatib ko'rsatib berasiz deyapman-da. To'g'rimi? Ishlatib ko'rsatib berib kelasiz, xudo xolasa. 14 million 500 ming so'mga akalar uyingizga kirib boradi, yo fermangizga o'rnatib beriladi. Men qizig'ini aytsak endi aka, bitta shuncha chiqqan mahsulotda meshalkamizda uzuni 1.70. Xo'p. Uzuni 1.70. Motorimiz 2 kilovat. Reduktorimiz yangi. Bitta aralashtirib ko'rsatib beraman aka. Qana yem tayyorlanadi, ishlash jarayonini ko'rganimizda yaxshi bo'lardi degan akalarimiz, videoda shoshilmanglar. Hozir biz narsa tayyorlab olaylik, qopda, xudo xolasa qoplarga solib tayyorlab. Aka, bunday qilamiz. Ha. Shunday olamiz, qo'lda solaveramiz. Videoda kadr uzmaymiz. Kadr uzmaymiz. Ketdi. Boshladik akalar, soldik. Kelinglar akalar. Bo'la qolinglar. To'ldirib so'raymiz. Haligi yemimizdan nima qilamiz? Oxirida ustiga haligi yem aralashishda hamma joyga teng aralashamiz degan akalarimiz. Ketdi akalar mana. Bugun dam olish kunida ham ishlatyapmiz ishchilarni, ey. Albatta aka. Ketdi akalar mana. Xalqning xizmatidamiz aka, Xudo xolasa. Mana. To'ldiramizmi? To'ldiraylik aka, to'ldiraylik. Hali aylantirmasdan burun to'ldirib olib turib aylantiraylik, qani quvvati yetami? Mana solinyapti akalar, salkam yarimdan o'tdi. Bo'ldi, mashina olib boraylik bo'ldi. Ana mana to'lar ekan o'zi. Bo'ldi, ana, yashanglar. Oshig'i ham lekin oshib ketib qoladi, toshib ketib qoladi. To'g'rimi? Aka, mana shu to'ldirilgan holatda kadr tuzganingiz yo'q. Aha. Bu sig'imi qancha edi buni? Sig'imiga keladigan bo'lsak, kiloga hisoblasak 300 kilo bemalol aylantiradi. 300 kilo. Gap yo'q akalar. Litrga bir 600 kilo litr chiqsa kerak. 600 litr kiloga 300 kilo aylantiradi. Ana endi biz to'xtang, kulchatorini ko'rib olaylik, qaydan aylantiradi. Kulchatorini hozir bitta avtomat qo'yishga ulgurmadi. Avtomati bilan voltmetri ham bo'ladi aka. Ha. Bu hozir srochli video. 220 da ishlaydimi degan odamlar uchun aka, ukalarimiz uchun mana. Primo mana qo'lga qilyapti. Boshladi. Ketdi. Akalar o'tayotgan ham ko'rsatib beraman. Mana 210 da ishlayapti. 220 da emas, 210 da ishlayapti. Ketdi akalar mana. Mana aka. Qo'limni olib mana qilib to'sib turmayman aka. Yo, agarda nima bo'lsa, aqabaqa surish mumkin. Ha. Endi biz hali baravar qilib yubordik-da. O'zi aslida kitobda oz-oz solib, aralashtirib turib ishlatish kerak o'zi aslida aka. To'g'ri. Mana akalar. Endi bunga o'zi aslida hozir mashq holatda quruq-ku bu. Aylanaveradi. Suv quyish kerak, yem hashak haligi don-dunlari bor-da, endi qo'shadigan mahsulotlarni qo'shib aylantirib qiladigan bo'lsa, o'zi xohlagan mahsulot chiqarib ola oladi. Ichidan. Albatta 100% aka. Ana endi aka suv bersak, nima deysiz? O suv ham qo'yamizmi? Ketdik. Akalar mana bir og'iz gapimga suv ham yetib keldi. Sababi buni ob'yomi kichayadi endi mana. Mana ozgina quyildi, yarim paqa. Bo'y Shokirjon, bu yoqqa olib boryapti, bu yoqqa olib kelyapti. Hali obunachilar e'tibor berayotgan. Qara, endi bu yoqqa keldi. Mana, bu yoqqa olib o'tdi. Bu yoqqa keldi. Mana yonboshdan ko'rsatgan ko'rsanglar akalar. Mana o'zi o'tirishni boshladi pastga. Pastga o'tirishni boshladi. Shokirjon, endi buni oxirigacha ko'rsatsak, bir 10 minut vaqt ketib qoladi. To'g'rimi? Buni to'kish jarayonlarini ko'rsataylikmi? Bitta to'kish jarayonini ko'rsataymi bo'lsam aka?
Ali aka 10 minut aralashtirib bo'ladi o'zi aslida. 5 minut ham 5 minutda. 5 minut aralashtiradi. Mana. Endi bitta ochib ko'rsatib bersak. Bismillahirrohmanirrohim. Mana akalar. İchiga chiqqan mahsulotni o'sha hamma tomonga aylantirib teng aralashtirib beradi. Buni sinalgan, keyin sotuvga chiqqan mahsulot. Aytib o'tganimizdek, agar qiziq bo'lsa, akalar kelib test qilib, keyin ustida olishinglar ham mumkin. To'g'rimi? Yo'q, agarda shundan bo'lsa ham jo'natib dastavka qilib deydigan bo'lsa aka, yetkazib beraveramiz. Endi faqat bu yem hashay uchun emas, ishlab chiqaruvchi akalarimiz borda, mana shunaqa misol, nima desa bo'ladi, sement, bir qo'shimchalar ishlab turib, narsa ishlab chiqarishyapti. Ularga ham ishlab chiqarib beraveramiz agar zakazga qarab. Nimani aytishadigan bo'lsa ishlab chiqarib beramiz. Xudo xolasa. Keladi, Xudoga shukr. Mana shunaqa mishalkani akalar boshqa chorva emas, boshqa yo'nalishda kerak desanglar ham akalar, kelsanglar, proyektini shunday aytasizlar, xudo xolasa bir hafta 10 kunda test qilib chiqarib tayyorlab berisha oladi. Eng qizig'ini ko'rdingizmi aka? Ichida qoldimi? Qo'lima tiqib olmadim aka. Video uzilmadi. Qo'l tiqib ham bo'lmaydi bunga o'zi. Qo'l tiqib ham bo'lmaydi aka. To'g'rimi? Ichida qolmaydi, qolmaguncha chiqaradi. Xudo xolasa. Mana Qolmaguncha chiqaradi aka. pastga chuqurlik qilib olasizlar akalar, mana shu yerga hampa qilib olsanglar zo'r bo'ladi. Mana Xuddi shunaqa bo'ladi mana. Chista namlandi. Tez qilib yutib yurmay ekanda, ha? Albatta aka. Shom bo'lyapti. O'shaning uchun videomiz cho'zilmasligi uchun qo'ldan kelgancha harakat qildik. O'chirib qo'yinglar-da. Keyin oldingi videolarimizda aytib o'tganmiz, tarozi ishlab chiqarganmiz. To'g'rimi? Tarozimiz haqida ham 2 minut to'tal ketmasak bo'lmaydi. Tarozimiz aka, molbopimiz ham bor. Keyin asosiysi aka-ukalarimiz uchun qo'ybob tarozlarimiz ham bor. 500 kilogacha va 2 tonnagacha qilib beryapmiz hozir. 500 kilodan tortib 2 tonnagacha bo'lgan tarozlarimiz bor. Qizig'i bo'lsa akalar, mana qo'ybob 120 ga 70. Razmerda farqi yo'q. Bu standart razmer. Bu standart. Kerak bo'lsa akalar 130 ga 140 ga qilib enini bo'yini aytasizlar. Aytgan razmerlarda puli o'zgarmagan holda 500 kiloligimiz olma. 300 kilolikda. Bu kattaga bu nima desa so'radi unga. To'g'ri, u sotilib ketdi qoldi, ulgurmadi-da. Albatta. Kechagi video kelishimiz kerak edi, ulgurmadi akalar. Buni narxi nech pulida? $300 dastavkasidan tashqari lekin. Dastavkadan tashqari. Aksiyalarimiz ketdi oldingi videolarimizda. Aksiyalarimiz ketgan aka. Gap yo'q akalar. Qiziq bo'lsa, mol tarozimiz $550 edi. Bu $300. $300 dastavka kelishilgan holda. Albatta aka. Joyi kelib qolsa balki yetib qoladi. To'g'rimi? Gap yo'q. Atala qozonlarimiz bor. Akalar, bu yerda ko'rsatamiz desak, bir 30 xilga yaqin mahsulot ishlab chiqarilgan. O'zi bu yilda 2025 da o'zida kamida 4 ta 5 ta yangilik qilib berdik. Kamida. Hali yil oxiriga qadar xudo xolasa yana bir 4 ta 5 ta. Bir oyda bitta bo'lmasa hisobmas deganman. To'g'rimi? Sizga ham Nodirbek ham. Xudo xolasa bir-biridan betakror Tornado firma ikkita, lekin bir-biridan ko'chirish yo'q bu yerda. To'g'rimi? Hakki bo'lsa ham yangiliklar bo'lyapti. Hurmatli obunachilar, Tornado bilan qo'yinglar, like'larni bosib turinglar. Mehnat uchun bir donadan like bosib, otangga rahmat, onangga rahmat deb yozib qo'yasizlar.